Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Ashur To'raboy Zaylobiddинович, Vatan tibbiyot markazi pediatriman. Bugun ko'pchilik ota-onalar uchun eng qiziq bo'lgan mavzulardan biri bu bola immunitetini, o'sishi va rivojlanishini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan 5 ta tabiiy mahsulot haqida gaplashamiz. Biz bu mavzuda yosh chegarasini ham belgilab oldik, aynan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Chunki 7 yoshdan so'ng bolalar hayotining yangi bosqichiga, ya'ni maktabga kirishni boshlaydi. Shuni hisobiga ularda keyingi bosqich uchun tayyorlov sifatida bu mavzuni olib chiqyapmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Bolalarda aqliy va jismoniy rivojlanish uchun berib boriladigan tabiiy mahsulotlarimiz juda ko'p hisoblanadi, lekin biz aynan 5 tasini tanlab oldik. Ulardan eng birinchisi bu sutli mahsulotlar hisoblanadi. Sut va sutli mahsulotlar. Nega ular muhim degan savolga javob beradigan bo'lsak, chunki sut va sut mahsulotlari tarkibida oqsil juda ko'p miqdorda saqlanadi, vitamin D ko'p miqdorda saqlanadi, kalsiy va fosfor oz miqdorda saqlanadi. Bular esa bola suyak sistemasiga, asab sistemasiga, immunitetiga juda foydali ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolalarga doimiy ravishda sut va sut mahsulotlarini oz-ozdan me'yorida berib borishimiz kerak bo'ladi. Sutni berishimizda asosan 100-200 ml atrofida iliq holatda berishimiz kerak. Kefir, qatiqlarni esa foizi kamroq, ya'ni 1% tanlaganimiz ma'qul. Ko'pchilik ota-onalar bolamga sutli mahsulotlar beraman deb yogurtlarni ko'proq aytib o'tadi. Yogurtlarda bolalarda ko'plab allergik kasalliklar keltirib chiqarish holatlari ko'plab kuzatilyapti hozirda. Shuning uchun bolalarga tabiiy, rangsiz, oddiy tvorog shu mahsulotlarni berib borishimiz kerak. Ikkinchi mahsulotlar esa bu meva va sabzavotlar hisoblanadi. Chunki meva va sabzavotlar tarkibida eng ko'p miqdorda vitaminlar, tolalar, kletchatka hamda antioksidantlarni o'z ichida ko'plab saqlaydi. Bu esa bola immunitetini mustahkamlaydi, o'sishini ta'minlaydi, aqliy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Shuning uchun har kunlik ratsioniga meva va sabzavotlarni oz-ozdan kiritib borishimiz kerak. Men ko'plab bolalarga tavsiya berishimda sitrus mevalarni ko'proq faslga qarab berishni tavsiya qilaman. Ko'proq kuz-qish fasllarida sitrus mevalarni kamroq miqdorda berib borishlarini ota-onalarga tayinlab boraman. Chunki allergik kasalliklar va shamollashlar paytida bu berib borilayotgan sitrus mevalarimiz bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchi bu mahsulotimiz bu tuxum hisoblanadi. Tuxum tabiiy oqsil manbasi, chunki tarkibida juda ko'plab aminokislotalarni o'z ichida saqlaydi. Tuxumni doimiy emas, 2 kunda bir yoki kun ora berib borishimiz kerak. Shuni unutmasligimiz kerakki, allergiyasi bor yoki allergiyaga moyilligi bor bolalarga tuxumni berishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. 4-chi tabiiy mahsulotimiz bu baliq hisoblanadi. Kunlik ratsionga emas, haftalik ratsionga kiritib borishimiz kerak. Ya'ni haftasiga 1-2 marta baliq bolaga berib borishimiz kerak. Qaynatilgan va qovurilgan holatda berishimiz mumkin. Chunki baliq tarkibida omega va tabiiy yog' kislotalari bo'ladi. Bu bola aqliy rivojlanishi uchun hamda ko'rish qobiliyatini yaxshilash uchun ham juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. 5-chi mahsulotlarimiz bu donli mahsulotlar hisoblanadi. Chunki bilamizki, donli mahsulotlar go'sht va go'sht mahsulotlaridan keyingi ikkinchi o'rinda eng ko'p oqsil saqlovchi mahsulotlar hisoblanadi. Shuning uchun bolalarimizning ratsioniga donli mahsulotlarni kiritib borishimiz kerak. Bolalarga bug'da pishirilgan hamda bo'tqa shaklida donli mahsulotlarni berishimiz qulay va foydali hisoblanadi. Eng ko'pi suvli yormasi, grechka, jigarrang bug'doydan tayyorlangan bo'tqalarimiz foydaliligi eng yuqori o'rinda turadi. Bola ovqatlanishda muvozanat muhim o'rin tutadi. Faqat bir xil mahsulotni emas, har xil mahsulotni oz-ozdan doimiy ravishda berib borishimiz bola sog'lig'i uchun juda foydali hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy mahsulotlarni ko'proq berib borishimiz hamda yog'da qovurilgan, gazli, shirinliklarni esa kamroq berib borishimiz bola sog'lig'i va aqliy, jismoniy rivojlanishi uchun juda foydali hisoblanadi. Bolangizning sog'lom bo'lishi bu sizning har kunlik tanlovingizga bog'liq. Siz bilan Vatan tibbiyot markazi bo'ldi. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.